To'rga boshlar dildorini, kelin zimdan kuzatar yor diydorini. Kechikmasdan tezroq keling aytishgala, 2 yoshni qo'shadigan yor yorini. Assalomu alaykum, davramizga to'plangan bugungi fayzli kechaga to'yga deb kelgan aziz mehmonlar, opa singil, aka uka, qavmi qarindoshlari, do'stlar, qadrdonlari, quvonchli kunga kelib to'y davralarini to'ldirgan bugungi shodiyonamizning mehmoni bo'lgan eldosh u elatdoshlari, qavmi qarindoshlari, do'stlari, birodarlari, opa singil, aka ukalari, yaqinlari, qo'shni ovalari. Bugun elimizda, yurtimizda to'y shodiyonasi, farzandlarining kamoli, baxt to'ylari, nikoh to'ylari. Xonadonda yaxshi niyat to'y bukun, elda yurtda shodiyona to'y bukun. Bugungi to'ylar bilan xonadon mezbonlarini chin dildan qutlaymiz. Bugun Madaminjon og'amiz xonadoniga xush kelibsiz, aziz davra ahli. Bugun Madamin og'amizni, bugun Soporgul opamizni orzu niyatlari bilan o'stirgan, ulg'aytgan, voyaga yetkazgan farzandlarini to'ylari shodiyonasiga, to'y davramizga kelgan siz azizlarga, davramizga, to'yimizga xush kelibsiz. Davramizning to'ri qalbimizning qo'ri sizniki. Qadamlaringizga hasanot deya to'y dasturxoni atrofiga barchangizni lutf ila yana bir bor taklif etamiz. Madamin og'a, Soporgul opa boshlagan to'ylar qutlug' bo'lsin. Yoshlar baxtli bo'lishsin, qo'sha qarishsin. Bugun barchaga, qarindoshlarga, yaqinlarga to'yni quvonchi, shodligi qutlug' bo'lsin deymiz. Davramizni to'ldirib kelgan barchangizga shunday saodatli kunlar, to'ylar ko'rmoq, farzand to'ylarini quvonchi, shodligini keng davralarda nishollamoq nasib etsin deymiz. To'y dasturxoni siz uchun yozilgan ajoyib to'y dasturxoni atrofiga barchangizni taklif qilib qolamiz. To'y inson umrining ajoyib ona, to'yga yetishganning yo'q hech armoni. Keling do'stu qadrdonlar, marhabo, siz uchun yozildi bugun noz ne'mat to'la to'y dasturxoni. Bobodixon zahmati, mehnati bilan yaralgan noz ne'mat bugun dasturxonga qo'yilgan. Taomlardan bahramand bo'lib, noz ne'matdan bahramand bo'lib, bugun 2 yoshni qutlang, muborak bod aylang. Bugun xonadon sohibi va sohibalarini dilda qutlab kelgan barchangizga ana shunday shukuhli kunlar nasib qilsin deymiz. Davramizning ilki debochasida shirin niyatlar bilan, ezgu tilaklar bilan davramizga kelgan eldosh, elatdosh, qo'shni ova, qavmi qarindosh, mahalladosh nomidan yana bir bor xonadon mezbonlarini qutlamoq uchun, davramizni, to'y davramizni boshlab bermoq uchun davramizga elda katta sanalgan, elatda darg'a bo'lgan, bugun mana shu xonadonga yelkadosh bo'lib, albatta yaxshi kunga bosh qosh bo'layotgan mana Soporvoy akamizni davramizga taklif qilsak, Soporvoy aka, avvalambor bugungi mana shu to'ylar barchaga, elga, mahallaga, ko'cha-kuyga qutlug' muborak bo'lsin. Yaxshi kunda farzandlarni qutlab, iliq tabriklarni bildirsangiz, mana shu ajoyib fayzli oqshom to'y shodonamizni davrasini boshlab bersangiz, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, hurmatli to'y qatnashchilari. Mana bugun Madamin bilan Soporgullarda xonadonda bir ajoyib kun. Mana ikinchi o'g'illari, bu o'qituvchi domlalarimiz, bu yigit yangi hayot bo'sag'asiga qadam qo'yadilar.
bu yigitimiz baxtlı olsun, kelinimiz ham qo'shgani bilan qo'sha qarsin, ömürleri uzoq bo'lsin. Xudo qalasa kelasi shu kunlardan ertaroq shu Madaminni, Safargulni, Madina akangga shu ortiq bo'lgan to'ylar bilan 5 to'yda kelib o'tirish hammaga nasib qilsin. Shu tabriklab o'tirish nasib qilsin. O'rtoqlar, endi bir bizlarda udumimiz bo'yicha hozir kelin salomini o'tkazib olamiz. Kelin salomini o'tkazib olgandan keyin, undan keyin to'yimiz davom qiladi. Mana bugun to'yda ochiqlab e'lon qilaman. Mana bugun Azimboy boshchiligidagi bir guruh san'atkorlar sizni xizmatingizda bo'ladi. O'rtoqlar, o'rtada ham bog'laringizni olib o'tiring, o'rtoqlar. So'nggi o'yinga chiqqan vaqtda yuborsangiz bo'ladi. Hozir olib o'tiring, o'rtoq bog'laringizni olib o'tiring. Eshitdingizmi? Bog'laringizni olib o'tiring. To'y tartibli bo'lib o'tishi kerak. Nojo'ya harakatlar bo'lmasligi kerak, o'rtoqlar. Agar nojo'ya harakat bo'ladigan bo'lsa, to'yni to'xtatishga to'g'ri keladi. Shuning uchun sizlardan iltimos, narunjina bir bema'ni qiliqlar qilmang. O'ynang, biz sizga hech qanday qarshilik qilmaymiz. Ana hozir kelin salomini boshlaymiz. Hozir marhamat. Rahmat Safarov aka, aytganlaringiz kelsin. Yaxshi niyatlaringiz ro'yob bo'lsin. Shu farzandlar baxtli bo'lib, qo'sha qarishsin, xonadon mudom to'yxona bo'lsin. Hamisha elga bosh bo'lmoq, mana shunday yaxshi kunlarda yaxshi niyatlarni bildirib, farzand to'ylarini inshaalloh sizga da nasib etsin. Sog' omon bo'ling deymiz. Davra to'riga bugungi fayzli kechamizning malikasi sanalgan kelinchagimizni yangasi bilan birgalikda chorlaymiz. Albatta bugun to'y deb kelgan barchani, yaqinlarni, do'stlarni, qadrdonlarni, uzoq yaqindan kelgan mehmonlarni kelinimizni ajoyib sizga hadya qilar salomlari va ta'zimlariga chorlab qolamiz. Ziyo berib ko'kning quyosh oyiga, gullar qo'yib o'tganlarning poyiga, kelding kelin baxt iqbolli joyinga, qabul aylang kelin salom beradi. Qutlug' qadam bilan xonadonga kelin kelibdi. Mehmon emas, mezbon bo'lib kelibdi. El xizmatin tabarruk deb bilibdi. Qabul aylang kelin sizga ta'zimlarini qiladi. Marhamat, kelin salomlari olishga barcha davra ahlini taklif qilib qolamiz. Madrim aka, keling, molla bu. Keling chaqqa. Qarindoshlar hammang, adamin. Hammang o'ting, tezlashing, tez. Tezlashing o'rtoqlar, tez. Molla bu. Madrim aka, keling, Madrim aka, gapirma. Jumoy. Açıldı. Hala merhamet. Ay, yuvarık, gel, şunu yuvarık. Ay, qanday yo'ldosh bu? Ha. Yo'ldosh aka, Xudo emasmi yo'ldosh bu? Yo'ldosh aka, yo'ldosh aka. To'ylaringiz qaysin? O'tir. To'ylaringiz qaysin? Madamin, adım bardaş kur, peste oturupsan bu. Sana oturup musun ya? Toylarınıza kaçsın. Tezleşin. Ayaklarınızı kıladım onu. Hadi şunu da basma. Toylarınıza kaçsın. Tezleşin.
Hemen toylarında kaçsın. Ay barakallah, toylarınızda kaçsın. Toylarınızda kaçsın. Şermet kana Şermet. Şermet. Kaçan? Kege kalı bir o. Şermet, gel kambayının pulundan at gel. Şermet. Çakan gel beri. Gel kan söyle sen kege kalsın. Bana hemen bir de o, bana sar bu. Ya. Medyar bizi bilemem bile gele dağı bu. Onu çoğalaştırmaydı bu. Şiir, yolda çeke oturun, yolda çeke oturun. Teyzeciğim varma, varma. Yine kadın kızlara çakara vereyim mi? Oldu gerek. Oldu mu? Hani ayarlarımız. Sapargül gelin, gelin. Gelin teyzeciğim. Yaşınız o muydu? Bizi şimdi oladı. Bizi bir yerde kaidesi şu. Gelin çakan tezleşin. Ayarlarımız gelin, gelin. Tez. Vakti öldürmeyin. Hava buzulup durdu. Büklemenden destekhanı açık koy. Derman. Destekhanı açık. Gelin. Toylarınızla kaçsın. Ay toylarınızla kaçsın. Tezleşin. Gelin ayarlarımız, gel, tohtama. Bolun, vakti öldürmeyin. Hava buzulup durdu. Tezleşin. Sapargül. Kana ötün. Vakti öt. Taşı verin. Tezleşin. Gelin tez. Toylarınızda kaçsın. Taşıp gideverin şöyle taşı verin. Resme şırıp. Taşı. Toylarınıza kaçsın. Annemin ne karap dursan? Alaversin, kaanam balatsan al onu. Tezleşin. Geçecek mısın gelin kızlar. Oldu mu? Ey bağlar, çık. Ortadan yürümeyin ey bağlar. Az önce de töre. O bağlar çıkar, ne var? Çile çıkar versene. Oldu mu? Yatırma. O özel yanak yatırma. Oldu. Yanak yatırırken bu ayakta. Sen molla bu. Hani? Oldu mu ne? Kudalar. Yine kudalar. Yani toyunuzda kaçsın. Tezleşin. Ha barakallah. Toylarınıza kayda varsın. Yaxşı, rahmat. Toyunuzda kaçsın de. Toylarınıza kaçsın. Tezleşin. Yatta. Ola bu. Verse adamı, vermez hemen vuruşayım mı oğlum ben? Kim bağlayacak? Törtsün.
Benim. Sen sonra beni şuradan. Üç oldu. 4 oldu mu? Gelin burada ben. Faysal'a kim? Ha, Hacı bu. 5. Gelin burada ben. Gelin burada ben. Ya korkma sen gitmeysen bana beraber. Beraber bu toydan. Toydan bu. Hemen ya. Hemen yetişin şimdi güller ya. Sıraya beraber bize ha. Videoçu ma diktiren ben bir genene. Ertesi şey demez. Ben sana ne dersin? Al. Oldu mu? Hadi molla bu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vel akibetil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala Resulühü Muhammedi ve alihi ve ashabihi ecmain. Rabbena anzilina munzilen mübareken ve ente gayrul munzilina. Kadam yetti bela etmesin, tinçlik, hatırcemlik ata etip perverdigar şu kelinni. Ayak izleri yaraşıp, daim şu başı aşak bolup, daim seyir ferzent, seyir devlet bolup, boluşunu müyesser etkeysen, koçkalları bilen baxtlı, saadetli, salih, saliha, oğul, kız ferzentler ata etkeysen. Hem bana tapkanlı şunun da yaxşı güllere, toylarına nasip etkeysen. Ya zel celal ve ikram, inneke emidin meşt. Amin. Allahu Ekber. Amin elhamdülillahi rabbil alamin. Hudayım şu ikkala yaş bağlı olsun, koşkalarımla koşa karısın. Belli olsun, hizmetleri buyursun. Ve kuluna encülüne müncülüne bularken ente helalımızın. Gelesi yıl şükürler Hudayım ki 5 Amin. Şu geyen gelin baktak geyen basın gözlerinden köpürversin, önü basaversinler. Hudayım bularını ata enesine min rahmet bizlere şunday kızını yetiştirip bergen. Öyle bölsünler hemen amin diyen kişini şunday toya yetiriversin. Bismillah, Allahu Ekber. Hudayım baktlı boğay, özünden köpeğe gelinimiz. Yıldızı yaraşkay Hudayım. Medemine Sapargül'e Hudayım hizmetleri buyursun. Epikemine yatkan yere yarı olsun. Epikemin şunçalı balası oldu. Bunu balası ondan hem köp olsun. Hemmenize bak saadet, işlerinize rıvaç dileyim. Rahmet. Medemin sana pati versin. Ekin attı mı buldu mu? Ana. Toyumuz devam kaladı. Rahmat, ajoyib kelin ta'zimlarini olgan barchangizni shunday saodatli ayyomlarga, farzandlarini to'ylariga yetkizsin. Quvonchli ayyom shodligi, quvonchi bugun barchangizga qutlug' bo'lsin, qavmi qarindosh deymiz. Davramizga kelgan aziz mehmonlarning ko'ngliga yo'l topib, bugun davramizga fayz va tarovat ulashmoqni niyat qilib davraga kamarbasta bo'lib kelgan el sevgan insonlar, san'atkorlarni davramiz to'riga chorlaymiz. Bugungi oqshom shodiyonamizga kelib, bugun Madaminjon og'amizni, bugun Soporgul opamizni, qarindoshlarini barchalarini qutlab, muborakbod etib, ajoyib dildagi niyatlari, istaklarini bugun kuylariga, qo'shiqlariga, navolarga jo aylab xizmatga bel bog'lab kelgan el sevgan san'atkorlar bugun mana shu ajoyib shodiyonamizga tashrif aylagan elimizni iste'dodli san'atkori, xushovoz xonanda Azimboy Ramadov boshchiligidagi san'atkorlar bugungi oqshom shodiyonamizning aziz tabarruk mehmoni bo'lmoqdalar. Ularning dil kalomlari, ezgu niyatlari, dildagi istaklari bugun kuylari, qo'shiqlari, navolari birla davramiz to'rida turgan, boshlari baxtdan egilgan, 2 yosh sha'niga bitilgan Dilmurodjon Nazokatxon bugungi ayyom sizga qutlug' bo'lsin deb sizlarga xush kayfiyat tilaymiz. O'ltirishga ruxsat qilib, davramizga dil tortar kuy qo'shig'i, navolar uchun san'atkorlarni taklif etamiz. Xorazm azaldan ash'orlar yurti, Hojixon u Komiljon xushhollar yurti, Suvora yulazgi avjiga xumorlar yurti, nafas qil osmonni peshtoqda qoldir, bulbulning manguga butoqda qoldir. Marhamat san'atkorlar, xush kelibsiz to'y davramizga, davramizni to'riga sizni chorlab qolamiz. Sevdayı muhabbet başıma Ağrıtır
termerdim külürge karşıma. Düştü sevdayı muhabbet başıma. Avri termerdim külürge karşıma. Şu muhabbet köyde kaliradım. Ben muhabbet köyde kaliradım. Yetti kulum var buldu yaşıma. Yetti kulum var buldu yaşıma. Secdeyle sayıdır bir ağabeyler. Ben kılıyorum ben secdeyi bana taşıma. Muhtasip tıydırdı sahip ağdası. Kaytıram ben yekimden başıma. Meşrebi bir şavranı hayran etim. Meşrebi bir şavranı hayran etim. Bir sebebim kelmedi mi karşıma. Bir sebebim kelmedi mi karşıma. Düştü sevdayı muhabbet başıma. Avri termerdim külürge karşıma. Avri termerdim külürge karşıma. Köylüm çeker anam. Durmuşam ayranım aman alsın. Durmuşam ayranım aman alsın. Aman
Olur mu çeşmir yağmur aman aksın. Kiraşamadım gedana hamalim Müslüman. Olur mu çeşmir yağmur aman aksın. Kiraşamadım gedana hamalim Müslüman. Bu merhamdan al hicranım aman aksız. Şehidi nazmış yanmayır bana. Bu hancar gülmeni kanalım aman aksız. Durmamış mülkini habire. Gülün ağbaşı derman aman aksız. Dardıyım derman aman aksız. Devlet kendisi kanalım Minat bilen mal kazanmasa, minat bilen mal kazanmasa, gelen devletinin payanı bulmaz. Her sözü femine yetir sürmese, her sözü femine yetir sürmese, kınar ölümden yumalı bulmaz. Kınar ölümden yumalı bulmaz.
Oğludan ayrılıp tahtından düşsen inmiş benden olmaz. Oğludan ayrılıp tahtından düşsen inmiş benden olmaz. Yardan beralar yağlın üşesi, aşılar hayalim yaran dişesi. Sırandır köyün şişesi, sırandır köyün şişesi. Şimdi düzenledim ki anım olmaz. Oradan açına aşılanın piridir, aşılanın virası yav biridir. Ben gariban çınasımın biridir, ben gariban çınasımın biridir. Bunda gelip anım devranım olmaz, bunda gelip anım devranım olmaz. Şimdi düzenledim ki anım olmaz. Herden bana yüz cefa bulursan, herden bana yüz cefa bulursan, gider şemim kala bulursan, gider şemim kala bulursan. Aklımla kılayım yüzünü celal, aklımla kılayım yüzünü celal. Aslımla kaşın yak olursan, aslımla kaşın yak olursan. Kara yüzlerine oklar orlatır, kara yüzlerine oklar orlatır. Candım bedenime yarak olursan, candım bedenime yarak olursan. Eller yaşlı yemer gencimizni, eller yaşlı yemer gencimizni. Zülfü yeşilmez daha bulursan, zülfü yeşilmez daha bulursan. Hayranı tutan, fenayı sabri. Zulmünü yine bulursan, alqsaki ağarsın kulursan, alqsaki ağarsın kulursan. Koymayı berim bana kulursan, koymayı berim bana kulursan. Rahmeyle yılkan almadı kararım, rahmeyle yılkan almadı kararım. Çıkmaka yetiş şişanıza, çıkmaka yetiş şişanıza, çıkmaka yetiş şişanıza.
Rahmat san'atkorlarimizga dilrabo kuylari, qo'shiqlari, navolari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Albatta, mana bugungi to'yimizni davrasini to'ldirib, quvonch shodlikka to'lib, xonadon mezbonlarini, Madaminjon og'amizni, Soporgul opamizni bugun farzandlarini kamol to'ylari bilan, baxt to'ylari bilan, nikoh ayyomlari bilan qutlab, uzoq yaqindan do'stlar, qadrdonlar, aziz mehmonlar, elga yurtga tanilgan, elning hurmati e'tiboriga sazovor bo'lgan aziz insonlar to'kin dasturxonimizni tabarruk mehmoni bo'lmoqdalar. Bugun xonadonni qutlab kelgan ana shu davra ahlini yaxshi niyatlar, dildagi istaklari uchun davramizga taklif qilamiz. To'y kuni aytilgan tilaklar yaxshi. Munavvar qalbingiz quvonchga to'lsin. Muazzam hayotning bo'ling siz naqsha. Bugungi baxtli shodiyona farzand to'ylari, xonadon mezbonlari sizga qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin. Ana shunday samimiy qutlovlar bilan davramizda elimizga, yurtimizga sidqi dildan xizmat qilgan, tanilgan, elning hurmati e'tiboriga sazovor bo'lgan aziz inson mana domlamiz Erkin akamiz ollamib davramizga tashrif buyurganlar. Erkin aka, to'y davramizga xush kelibsiz. Yaxshi niyatlarni bildirib, bugun xonadonni qutlasangiz, marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. To'y qatnashchilari, aziz mehmonlar, uzoq yo'ldan kelgan do'stlar, birodarlar. Mana bugun do'stimizning uyida katta to'y tantana bo'layapti. Avvalambor tinchlik, bu noz ne'matni eshitgan xalqimiz sog' bo'lsin. Qolaversa, musaffo osmonimizga, tinchlik osmonimizga shukrona qilamiz. Mana shu noz ne'matni eshittirgan xalqimiz sog' salomat bo'lsin. Mana bugun biz Madrim Xo'jani o'yinda yig'ilib o'tiribmiz. Mana bu yerda bundan 60 yil oldin Madrim Xo'ja bilan birga o'qigan sinfdoshlar o'tiribmiz. Xudoga shukr, mana shu kunlarga mana bir nechalarimiz yetib keldik. Madrim bugun ko'zlaringiz oydin bo'lsin. Mana shu oqto'y chavriqlarni, to'ylarni ko'rib o'tirib ekansiz. Xudoyim bularni katta to'ylarni birga ko'rib o'tirmoq nasibi ro'zi qilg'ay. Shuni bilan barchangizni ham ana shunday yaxshi kunlarda o'tirmoq, turmoq nasibi ro'zi qilg'ay. Endi do'stlar bir ikki og'iz gapni aytmasa bo'lmaydi. Mana shunday bir ajoyib elotda, ajoyib mahallada, ajoyib bir zamonda, ajoyib bir maskanda yashayotganingiz bilan xursand bo'lsangizlar arziydi. Men endi bir qilgan bu ish ikki og'iz so'zni aytib o'tmoqchiman. Mana sizlarning yordamingiz bilan bu elni butun dunyodagi muzikaga, san'atga qiziqgan ko'pchilik odamlar xabardor bo'ldi. Sizlarning yordamlaringiz bilan men bir necha do'stlarim bilan birgalikda mana shu 2014-yilda O'zbek ilim Kamiljondan ayrilmas degan 2 tomlik kitobni birisi tomi chiqdi. Mana shu ingliz tiliga tarjima qilib hozir Fransiyada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan bor. Shunda birinchi betida men birinchi navbatda mana Kamiljon Atanazovning shajarasini berganman. Ikkinchi navbatda rasmini ve mana shu qishlarni, mahallani, shu qayolini, qartasini chizib berganman. Shu ulug' zotning hurmati bilan, shuning izzati bilan, shuning xalqning e'zozi bilan sizlar jahonga ma'lum bo'ldi mana bu qayoqliklar. Shuning uchun bu yerda ajoyib insonlar o'tib ketgan. Bundan keyin ham ajoyib san'atkorlar, ajoyib insonlar, ajoyib mehnatsevar insonlar yetishib chiqaveradi. Ana shunday ulug' zotlarni yetishtirgan yurtimizdan, mekanimizdan ming shukrona qilsak arziydi. Ana shunday farzandlarni yetishtirib berishda hammangizga sog'lik, salomatlik, barkamollik tilayman. Hammangiz Xudoyim shu oilangiz bilan deng yashab, deng qarib, davri davron surib, ana shunday katta to'ylar berib, bolalaringizga joy solib berib, ana shuni san'atkorlarni getirib to'y berib o'tirmoq nasibi ro'zi qilg'ay. Hammamizning ko'zlarimiz oydin bo'lsin. Faqat bo'lavermadim, Xo'ja to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat domla, ajoyib niyatlaringiz ro'yob bo'lsin. Mana shu davramizni to'ldirib o'tirgan Madrim aka, do'stlaringiz bilan do'stligingiz abadiy bo'lsin. Har doim farzand to'ylarini ko'ring. Mana Erkin akamiz, Ilhomboy akamiz, Rustam aka, Otavoy aka, barchangizga shunday to'ylar ko'rmoq nasib qilsin. Bugun yaxshi niyatlar bilan davramizni to'ldirib o'tirgan ekansiz. Yaxshi kunlaringizda mana Madrim akamiz ham
qarindoshlar bilan birgalikda sizni qutlab bormog'i nasib etsin deymiz. Quvonchli ayyom to'y shodiyonamizni aziz mehmonlari bo'layotgan bugungi to'y davramizga tashrif aylab, yaxshi niyatlar bilan xonadonga tashrif buyurgan uzoq yaqindan kelgan mehmonlarni bugun davramizga chorlaymiz. Bugun to'y xabarini eshitib, ko'ngillarini shodlab, xonadonga kelibdilar. Xiva Juryondan qutlab muborakbodlab. Mana aziz mehmonimiz Egambergan akamiz bugun Xivadan kelib mana shu aziz davramizni to'kin dasturxonimizni mehmoni bo'lib o'tiribdilar. Egambergan aka, elimizga, yurtimizga, yaxshi kunimizga, to'yimizga xush kelibsiz. Avvalambor marhamat. Assalomu alaykum, davra qatnashchilari. Mana shu Madamin joramizni yaxshi kuni to'y ekan shu. Shu fursatdan foydalanib, mana shu ikkala yasha uzoq umr, baxt tilayman. Nima shu, indiki shiylardan burroq kelib shu 5 to'yda shu yerda o'tirishimizdan muyassar qilsin. Madaminni ishi men Xivadan axtarib keldim. Bir cho'ntiq mal sotib menga. Sizlar shu axtarib topa olmadim, uyda topdim-da buni. Ava, shu Maddi qo'sha mal sotadi-da bu. Ava. Şumuşum, Madaminni men shu yaxshi kunlar bilan tabriklayman. Hammasi yaxshi kuningizda mal qisatmadan deb cho'qchilik o'shattiribman-da buni. Bu jo'rama shu o'jashib, shu niyat foto'rapman-da buni bir. Vaqtini qo'shlab, dumangiz. Yo. O'g'il. Yaxshi rahmat so'z bilan. Hamisha shuni qanadan yaxshi kunlar to'laga keladi. Ilohim Maddi qo'sha sog' bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat Egambergan og'a, aytganlaringiz kelsin deymiz. Sizni da farzand to'ylarga yetkizsin. Albatta mana do'stlar, bugun Xivadan, Yangiariqdan tashrif buyurib, aziz davramizga mehmon bo'lib o'tiribdilar. Mana shu og'am mollaringiz ilohim yaxshi kunlaringizga buyursin deymiz. Do'stlar nomidan, yaqinlar nomidan mana Azamat og'amiz bugun Yangiariqdan tashrif buyurgan ekanlar. Ularni ham yaxshi niyatlar uchun davramizga taklif qilamiz. Xush kelibsiz to'y davramizga, marhamat. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Men bugun shu Madamin bilan yaxshi kunda o'tirgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib shu kelin shu Madamin oilasiga qutlug' qadam bo'lib kelgan bo'lsin. Shu Madamin oilasiga xizmatlar bo'lsin. Nima deymiz shu oilam nomidan, dadam nomidan, o'zim nomidan shu sizga uzoq umr baxt sa'odat tilayman. Shu kelgan kelin baxt, saodat, baxt, omad, qutlug' qadam bo'lsin. Rahmat so'z beriladi. Rahmat. Lekin mal sotishlarni aldamang. Mal purash. Siz yamansiz. Yo'q, siz kuyrug'i yo'q mallarni sotasiz. Mallarni klassika bo'l. Siz mal purash. Men demin mal purash. Rahmat. Yo'q, hozir. Yashang. Rahmat. Bu kishi Surxondaryoda shu chegaramizni, shu bugungi tinchligimizni saqlashda xizmat keltirgan ajoyib bir inson. Oshnomiz, ajoyib inson. Rahmat, hamisha elni yurtni xizmatiga bel bog'lagan mana shunday akalarimiz sog'-omon bo'lsinlar, hamisha farzand to'ylarini ko'rsinlar deymiz. Xonadonni yana bir bor bugungi to'ylar bilan qutlamoq uchun davramiz mehmoni bo'layotgan mana Qadamboy og'amizni yaxshi niyatlar uchun davramizga taklif qilamiz. Qadamboy og'a, xush kelibsiz to'y davramizga. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana so'z berganlaringizga rahmat. Mana yaxshi kunda o'tiribmiz Madaminlar xonadonida. Shu bularni to'y tantana, bularni sababchisi 2 yosh. Xudoyim shu bular baxtli bo'lsin. Kelin bilan Madamin tabriklaymiz. Madirm aka, hammangizni kelin bilan tabriklaymiz. Xudoyim shu kelin shu xonadonga baxt olib kelgan bo'lsin. Bularni topganlari abadiy to'ylari, yaxshi kunlarga bersin. Madamin Gulsaramini, Sapargul bilan yashashgaysizlar. Ömürleriniz uzak olsun. Tapqanlarınız ebedi to'ylara, yaxshi kunlarga beraversin. Rahmat. Rahmat Qadamboy og'a.
To'ydan ortiq shodlik bormi dunyoda? Bugun davramizga kelgan mehmonlarning tilaklari biri-biridan tabarruk, biri-biridan ziyoda. Bugun davramiz to'rida turgan 2 yoshni qutlab, bugun Dilmurodjonni mana ustozlar nomidan, bugun hamkasblar nomidan, bugun murabbiylar nomidan qutlab muborakbod etib, davramizda mana Erkinboy og'amiz o'zlarining yaxshi niyatlari bilan maktabdoshlar nomidan, jamoa nomidan qutlab kelganlar. Davramizga Erkinboy og'a sizni taklif qilamiz. Xush kelibsiz to'yga, shodiyonaga. Marhamat. Rahmat so'z berganlaringiz uchun. Assalomu alaykum davramizni qatnashchilari. Bugun madaniy nomlarning uyida Dilmurodjonni nikoh to'yida o'tirgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib keldik kun nomidan bulara uzoq umr, baxt saodat tilayman. Kelgusi ishigillardan salaldirak beshik to'ylarida o'tirish nasib etsin. Madaniy nomi yana bir keldik kun nomidan tabriklayman. Kichkina sovg'amiz bor edi. Shuni bir rezervat topshirib to'ylaringizda xizmat etadi. Yaxshi. Dilmurod, sağam baxt tilayman. Qo'shqaringiz bilan qo'shaqaringlar. Rahmat. İşini sağ vergenler mağdur yakada. Mağarak da. İşini etmez. Kekti soğanı. Ne böyle çala çırpa et de. Yaşayın. Maladiz. Rahmet de ki. Rahmet kallikti. Maladiz. Yaşayın. Yine başkaları yok mu ya? Rahmat. Yaxshi niyatlar ila to'yona sovg'alarni qabul aylang, farzandlarga baxti kamol tilab, ajoyib davradan o'rin olgan albatta Madamin og'amizni sinfdoshlari, do'stlari bugun quvonishib, shodlanishib davramizga tashrif aylashgan. Do'sting qancha ko'p bo'lsa-yu ko'p bo'lsa, qatorlar to'liq bo'lur. To'y kuni sinfdoshlar, do'stlar davralarini to'ldirsa, mana do'stlar nomidan Rajabboy og'amiz bugungi to'y kechamizni mehmoni bo'lmoqdalar. Rajabboy og'a davramizga mana xush kelibsizlar sinfdoshlar deb yaxshi niyatlar uchun sizni davramizga taklif etamiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun do'stimiz Madamin Saporgullarni bir ajoyib yaxshi kunda o'tirgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib shu bularni tabriklaymiz. Shu kelin kelgan kelasi yil shu kunlar shu 5 to'ylarni kelib o'tirish nasib etsin, hammani shu degan aytirsin. Rahmat, o'g'il ko'rgan, qiz ko'rgan kamolini ko'rsin deymiz. Shu sinfdoshlarga ham shunday farzandlarni to'ylarini ko'rish nasib qilsin deymiz. Yaxshi kunimizni mehmoni bo'layotgan mana sinfdoshlar nomidan O'g'iljon opamizni davramizga taklif qilamiz. O'g'iljon opa, bugun quvonchga qo'shilib, sherik bo'lib ajoyib davramizga kelibsiz. Yaxshi niyatlaringizni tinglasak deymiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz davra qatnashchilari. Mana bugun Madamin sinfdoshimiz xonadonida shunday bir ajoyib kunni guvohi bo'lib o'tiribmiz. Bu Madamin sinfdoshima Xudoyim shu geli muborak bo'lsin deyman. Bulara uzoq umr tilayman. Xizmatlari buyurg'ay Xudoyim. Xudoyim xizmati buyurg'ay. O'g'il qizi ko'p bo'lg'ay. Xudoyim eli kuniga hammasini gelin bilan tabriklayman. She'rni yoddan chiqarverding, gaplayverma. Shu qatnashmayotgan sinfdoshlar nomidan tabriklayman seni hammasini. Rahmat, farzandlarga baxt va iqbol tilagan, farzandlarga ezgu niyatlarini bildirgan barchangizga to'y ko'rmoq nasib qilsin. Bu oqshom ko'ngillar sururga to'ysin. Muhabbat atalgan oq nurga to'ysin. Visol degan hazga, huzurga to'ysin. Diydalar ishva-yu nozga to'ysinlar. Shak yo'qdir dillarda yongan oftobga. Dil yonsa aylanmas sevgi sarobga. Sharob istaganlar mayli sharobga, navo istaganlar sozga to'ysinlar. Bu oqshom do'stlar shod, dushmanlar karaxt. Shuning o'zi iqbol, shuning o'zi baxt. So'zlasang davrada oz so'zla har vaqt. Davraga kelganlar sozga, navoga to'ysinlar deb davramizga yana san'atkorlarimizning o'ynoqi kuylari, qo'shiqlari, navolar uchun taklif etamiz. Kuy qo'shiq navolarimizga jo'r bo'lasiz degan umidda albatta yaxshi niyatlarini bildirgan davramiz qatnashchilarini uzoq yaqindan kelgan, mana Xivadan kelgan do'stlarni
sinfdoshlarini, yaqinlarini, qarindoshlarini barchangizni taklif qilib qolamiz. Kelin bilan kuyovga o'ltirishga ruxsat qilib, ajoyib davramiz to'riga san'atkorlarni dilrabo kuy qo'shiq navolar uchun chorlab qolamiz. Marhamat.
nomini ham tanlaringizlar, men ham o'zimsan bo'lar ekan.
Qana endi marhamat yoshlarimizni taklif qilamiz. Estrada qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Qana marhamat qilamiz. Sho'xsho'x ashulalarimiz yoshlarimiz uchun davom qiladi. Erkele toygunca, ay yüzü ayınca, erkele toygunca, aydan düşken bolsay ham yerde kalırgunca, aydan düşken bolsay ham yerde kalırgunca, şik madam şik, şik şik madam şik, şik madam şik, şik şik madam şik. Köpüşün delisi, merkebi ellisi, köpüşün delisi, merkebi ellisi, ellisinin içinde bir özgüne bellisi, ellisinin içinde bir özgüne bellisi. Şik madam şik, şik şik madam şik, şik madam şik, şik şik madam şik. Kalından, leblerini bağlından, gülüzünü kalından, leblerini bağlından, aylanadır çok yarım saçların karından, aylanadır çok yarım saçların karından. Şik madam şik, şik şik madam şik, şik madam şik, şik şik madam şik. Yap beni, hey, oba. Şik madam şik, şik şik madam şik, şik madam şik, şik şik madam şik, şik madam şik, şik şik madam şik, şik madam şik, şik şik madam şik. Oyunlarımız, toxtatmamız devam kıladı yaşlarımız için şox-şox aşılalarımız. Kana devremize teklif kılamız. Ey şumu nazım, av boladı kıl. Şumu nazım, yandıradı kıl. Hayalındaysan, gömelke daysan, bir sen özünce nazlara baysan. Şumu nazım, hav boladı ku. Şumu nazım, yandıradı ku. Hayalındaysan, gömelke daysan, bir sen özünce nazlara baysan. Şumu nazım, hav boladı ku. Şumu nazım, yandıradı ku. Hadi aksa. Yüzlerin yapma, kolları dombak. Gel bize bir bak, sözleri kaymak. Şumu nazım, hav boladı ku. Şumu nazım, yandıradı ku. Yüzleri yapma, kolları domba. Gel bize bir bak, sözleri kaymak. Şumu nazım, hav boladı ku. Şumu nazım, yandıradı ku.
baysan Kıymasan özünçe Nazlara baysan Şumu nazın Av boladı ku Şumu nazın Yandıradı ku Hayalımdaysan Dönerke taysan Kıymasan özünçe Nazlara baysan Şumu nazın Av boladı ku Şumu nazın Yandıradı ku Sen Yüzleri yapma Kolları donma Gel bize bir bak Sözleri kayma Şumu nazın Av boladı ku Şumu nazın Yandıradı ku Yüzleri yapma Kolları donma Gel bize bir bak Sözleri kayma Şumu nazın Av boladı ku Şumu nazın Yandıradı ku Şumu nazın Av boladı ku Şumu nazın Yandıradı ku Şumu nazın Av boladı ku Şumu nazın Yandıradı ku O yıllarımız topraklarımız Devam kıladı çok aşırılarımız Tabii Sensiz
geçerler Ayrılıktan bedar geçerler Hatıralar inat beni Gözüm yolda zar geçerler Ah geçerler sensiz geçerler Ayrılıktan bedar geçerler Hatıralar inat beni Gözüm yolda zar geçerler Ah geçerler sensiz geçerler Ayrılıktan bedar geçerler